Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 1-iyul 2025-yil. Biza 20 gektarlik Nazarbek Fide Net House setka ostida ekilgan mamisini ko'rgani keldik. 20-apreldan boshlab ko'chatda ekilgan. Bugun 1-iyul holatiga birinchi terim bo'lyapti. Mana terilgan pomidorlar. Kipriklari uzun, qattiq, sifati ham juda chiroyli. Yo'la terilib bo'ldi. Terimni bo'yatdi. Terimdan keyingi holat. Kipriklarni ko'radigan bo'lsak, juda ham uzun, juda ham chiroyli. Ko'radigan bo'lsak, ventilyatorli ishlab turibdi, mana setkan tagida yetishtirilgan. Yangi texnologiya, yangicha usul.